Andijon Turkiy dunyoning madaniyat poytaxti deb e'tirof etilgani nafaqat viloyatimiz, balki har bir andijonlik uchun quvonch va faxrga aylandi. Ilm-fan, ommaviy axborot vositalari hamda shaharsozlik sohalarida faoliyat yuritayotgan yurtdoshlarimiz bu yuksak e'tirofni katta mamnuniyat bilan qarshi oldi. Ularning ta'kidlashicha, Andijon taraqqiyoti va ravnaqiga o'z hissasini qo'shayotgan fuqaro sifatida ushbu muvaffaqiyat bilan faxrlanish tabiiy. Har doim Andijonda nimasi jalb qiladi desangiz, Andijonda avvalambor insonlarni bir-biriga hurmati. Men juda shu andijonliklarni shu joyiga besh ketaman. Mana shu O'zbekistonni bir fuqarosi sifatida Andijondagi islohotlarni ko'rib, o'zgarishlarni ko'rib, albatta faxrlanaman. Shu Adirlikni o'zida Bobur shahrini barpo bo'lishi ham o'zi odamni hayratlantiradigan joy. Ijodkor sifatida tortadigan narsa an'analar, urf-odatlar, madaniy, ma'rifiy tadbirlarning bo'lishi. Turkiy dunyoning madaniyat poytaxti maqomini olgan shahar 1000 yillik san'at va madaniyat do'stlik rishtalarini birlashtirgan ulkan bayramga mezbonlik qilmoqda. Bugun Bobur shahri osmonida yangrayotgan kuy-qo'shiqlar turkiy xalqlarning mushtarak qadriyatlari va birdamligini aks ettirmoqda. Andijon o'zining qadimiy va boy tarixi, taraqqiyot yo'li, xushfe'l, shirin so'z, mehmondo'st odamlari bilan mamlakatimizning boshqa hududlari orasida alohida o'rin egallaydi. Ana shu yuksak fazilatlari va boy madaniy meros tufayli Andijon yana bir nufuzli maqomga sazovor bo'ldi. Bobur Mirzo tavallud topgan Andijon bugun o'z tarixining yana bir muhim sahifasini ochmoqda. Bobur nomi va merosi bosh g'oya sifatida aks etgan tantanali konsert dasturi minglab tomoshabinlarni bir maydonga jamladi. Qardosh xalqlarning san'ati va madaniyatini bir sahna mujassam etgan ushbu konsert o'ziga xos ruh va kayfiyatda o'tdi. Xalqaro madaniy anjumanning ochilish marosimi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tadbir ishtirokchilari va xorijiy mehmonlarga samimiy tabrik yo'lladi. 30 ga yaqin tadbirlarimiz bor. Kelajakda hali yil yakunigacha tashkil qiladigan juda ko'p madaniy tadbirlarimiz bor. Ilmiy anjumanlarimiz bor, konferensiyalarimiz bor, yoshlar uchrashuvlari, rassomchilik yo'nalishlari, teatr yo'nalishlari, umuman san'atning barcha yo'nalishlarida tadbirlar tashkil qilinadi. Turkiy dunyoning madaniyat poytaxti maqomi Andijon uchun nafaqat yuksak e'tirof, balki uning boy tarixiy va madaniy merosini xalqaro miqyosda keng targ'ib etish uchun muhim imkoniyatdir. Andijon bu ulkan madaniy muloqot markaziga aylanganidan esa faxrlanadi. Gulzira Rustam va Nasibilla Turjonov, Zamon informatsion dasturi uchun.